Hozir o'tirgan joyimizda 10 ming, 20 ming kilometrlik joylarga bitta so'zimizni yetkaza olyapmiz. Bu Alloh subhanahu va taoloning va'dasini amalga oshganidan dalil. Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Oma kunna muazzibina hatta nab'atha rasula." Biz hech bitta insonga risolatimizni yetkazmasdan turib hisob-kitob qilmaymiz deydi. Bu nima degani? Hamma odamga haqning haq ekanligini Alloh yetkazadi. Dunyoda so'zdan kuchli hujjat yo'q. O'shaning uchun so'z bilan Qur'on keldi. Ana shu so'zni yetkazmasdan turib odamlarni hisob-kitob qilmayman deyapti Alloh taolo. Demak, yetkazadi. Ajoyibligi sal oldinroq 20-30 yil oldin mikrofon chiqqanda odamlar hayron bo'lgan. Hozir shu zalda o'tirgan odamlarning hammasiga so'zni yetkazish imkoniyati yo'q. Mikrofon bo'lsa hammaga yetib boryapti. Endi hozirga kelib butun dunyoga yetyapti. Mana bitta kichkinagina to'rtburchak narsa turibdi, butun dunyo bizning gapimizni eshityapti. Bu insonlar bahona qila olmasligi uchun Alloh tomonidan joriy qilingan qadar. Odamlar aytadi-da qiyomat kunida, men eshitmagan edim, men bilmagan edim, menga hech kim aytmagan edi degan bahonani qiladi. Odamda shu tabiat shu. Alloh taolo aytadiki, yo'q, sen eshitgan eding, sen tushunadigan tilda senga yetkazilgan edi, senga aytilgan edi, faqat sen amal qilmading va bunga javob berasan deydi Alloh taolo qiyomat kuni.